Nimaga biz har doim boldir mushaklariga e'tibor beramiz? Chunki boldir mushaklari yaxshi ishlasa, bu nasos vazifasini bajaradi. Chunki limfani ishlash uchun bizda harakat kerak. Shuning uchun nimaga men aytaman, YMH terapiya bu tayanch harakat a'zolari, suyak sistemasi, mushak sistemasi bilan mukammal darajada ishlaydigan terapiya hisoblanadi. YMH terapiyani har bir elementida limfalarning oqimiga e'tibor beriladi. Har bir harakat mushaklarning yo'nalishi bilan, suyaklarning holati bilan, suyaklarning sistemasi bilan, limfalar yo'nalishi bilan, qon aylanish sistemasi bilan, nerv aylanish sistemasi bilan birga ishlaydi. Shu sistemalarning yo'nalishi bo'yicha, ishlash funksiyasi bo'yicha, ishlash harakati bo'yicha qayerda boshlanib qayerda to'xtaydi, qanaqa holatda ishlaydi, qaysi holatda yaxshi ishlaydi, shularning sistemasiga qarab, shularning sxemasiga qarab bu ishlab chiqilgan terapiya hisoblanadi. Shuni natijasida bir vaqtda qilingan bitta terapiya ham uyqusizlikka, ham asab kasalliklariga, ham mushak kasalliklariga, ham suyak kasalliklariga juda ham katta yordam bera oladi.